Bitta remen uzilishi oqibatida bir kunda zavod bir necha ming dollar zarar ko'radi. Zavod har daqiqa ishlab turishi kerak. Har bir soniya bu pul degani. Bitta remen ishdan chiqdi, zavoddagi ish jarayoni to'xtadi. Endi nima bo'ladi? Shunchaki remen sabab. Siz mahsulotingizni o'z vaqtida plan bo'yicha eksport qila olmaysiz. Biz, ya'ni Dynamic Group jamoasi dunyoning gigant Mitsubishi, Nitta, Continental kompaniyalarini O'rta Osiyodagi yagona distribyutorimiz. Uztex Group, Elma, Uz Automotors, Global Textil kabi yirik korxonalar bilan yillar davomida ishlab kelyapmiz. Nega? Chunki biz ishonchli, ko'p muddat ishlaydigan mahsulot taqdim etamiz. Agar sizga ham stanokingiz uchun 1 oydan 3 oygacha emas, 1 yillab xizmat qiladigan remenlar kerak bo'lsa, Dynamic Group bu borada ishonchli yordam ko'rsatadi. Bizning assortimentda har xil stanoklar uchun mo'ljallangan 3000 dan ortiq turdagi remenlar va ehtiyot qismlari mavjud. Hoziroq pastdagi havola orqali ro'yxatdan o'ting yoki ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qiling.